Allohdan qo'rqmaganimizdan emas. Allohning azobidan qo'rqamiz. Lekin ba'zida nafsimizni ko'yiga kirib gunohlar qilgan bo'lishimiz mumkin. Davomiy gunohlar qilganmiz, bo'lishi mumkin emas, qilganmiz. Har bitta insonni o'zi biladigan va Alloh biladigan gunohlari bor. Qarang, shunaqa bo'lsa ham u gunohlarimizni insonlar ichida Alloh oshkor qilib qo'ygani yo'q, sir saqlayapti. Bu ham bir Allohning rahmati. Agar o'sha gunohlarimizni insonlar ichida oshkor qilib qo'yganda biz qanaqa, nima degan inson bo'lardik? Shunaqa ekan, boshimizga bir mushkulot tushsa, Alloh nima bilandir sinasa, endi bizni nolishga, nimaga menga bu kunlarni ko'rsatyapsan, qiynalib ketdim deb noshukrlik qilib Allohga shikoyat qilishga bizi haqqimiz yo'q. Yoki haqqim bor deb o'ylaysizmi? Qarang, bir sinov kelsa sizga, nima bilandir sinalayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling, nolib qo'ymang. O'tmishingizga bir nazar soling. Nimalar qilgansiz? Qanaqa gunoh ishlar qilgansiz? O'zingiz biladigan, Alloh biladigan. Sinov kelsa, nima bilandir qiynalsangiz, shu narsa kelsin hayolingizga birinchi bo'lib. O'sha paytlar bir gunoh qilgan edim. Alloh yashirib qo'ydi, sir saqladi o'sha gunohlarimni. İnsanlar ichida oshkor qilib qo'ymadi. Hozirgi bergan sinovi, hozirgi bergan qiyinchiligi o'sha qilgan gunohimga bir jazo bo'lsin. Uni gunohini qiyomatda javobini bera olmayman. Shu dunyoda berib olay. Shu qiyinchiliklar o'sha gunohlarim sabab kelgan bo'lsin shu dunyoda. Sabr bergan Allohim, bu sinovlaringni ham yengib o'taman, lekin iymonimni mustahkam qil. O'sha gunohlarimga kaforat bo'lsin, kechirgin. Alhamdulillah, nolimayman. Berganingga shukr deng.